Xo'sh, kim biladi? Nima narsa shu? Bildilaringga hamma narsani. Xo'p, bu перегородка грецкий орех. Xullas, tushunlaringizmi? Mana. Bu yong'oqni o'rtasidagi xullas. Nima qilish kerak, baraka topkurlar? Hozir aytaman. Mana shuni olasizlarda 1 stakan. 200 grammlik stakanni to'ldirib, ezib, bironta bir bankani ichiga solasizlar. Xo'p teng. Soldingiz, Mana shuni solgandan keyin ustidan spirt qo'yasiz. Tushundingizmi? Xohlasangiz har kun damlab iching. Bu spirtovoy nastoykasi yaxshi-yu. Haqiqatan ham. Ko'proqqa yetadi-da. Agar bundan ko'p bo'lmasa damlab ichib yuringizlar 3 oygacha. Tushundingizmi? Agar spirtovoy nastoykasi, hozir ko'rsataman. Isbot dalili bilan qilib beray-da. Настойка лечение узлового зоба. Ko'ryapsizlarmi? Mana aka. Может ingredient. Для этого берем 1 стакан хорошего. Mana aka. Ko'ryapsizlarmi? Isbot dalili bilan-da sizlarga. 2 hafta nastoyka qilib qo'ysalaringiz, yarim litr 70% bo'ladi. 70% meditsinskiy spirtga 1 choy qoshiqdan 3 mahal suvga aralashtirib turib, miyoma kisda zob bo'lib hammasi ketadi, xudo xolasa. Tushundingizmi?